bo'yicha qaror qabul qiladi, mablag' ajratiladi va shu maktab ta'mirlanadi. Yoki masalan bandlik masalasi. Tasavvur qiling, tumanda ishsizlik koeffitsiyenti yuqori yoki yoshlar ish topa olmayapti. Bu masalalarga ham deputatlar aralashadi. Deputat qanday aralashadi? Ijro organlariga vazifa qo'yadi. Nechta ishchi o'rni yaratding degan savolni qo'yadi. Bu esa nazorat degani. 23-yilda qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasini 75-maqsadida belgilangan vazifalarni yechilishiga sabab bo'lgan yana bir Prezidentimizning yana bir farmonlari qabul qilindi. Ushbu farmon bilan mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu konsepsiya 53 ta banddan iborat alohida yo'l xaritasi bilan tasdiqlanib, bugungi kunga qadar bir qator ishlar ham amalga oshirildi. Yuqorida aytib o'tilgan faktlar, misollar ham aynan mana shu konsepsiya doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu konsepsiyaga oid yangi tartib bo'yicha Kengash soati instituti joriy etildi. Bu kengash soatini biz qiyoslash uchun parlament soatini hammamiz bilamiz. Parlament soatida hukumat vakillari kelib, o'zini faoliyati haqida deputatlarimizga hisobot beradi va joriy ishlari bo'yicha savol-javob qilinadi. Kengash soati ham xuddi shunday mahalliy darajadagi ijro hokimiyati organlarining mansabdor shaxslari kengashlarga, ya'ni xalq noiblari, deputatlar oldiga kelib, o'zini faoliyati bo'yicha hisobot beradi va muammolar bo'yicha savol-javobdan o'tishga majbur bo'ladi. Yana bir yangilik sifatida endi hokimlarning o'rinbosarlari lavozimga tayyorlanishdan oldin kengashlardan o'tishga majbur bo'ladi. Bu degani kim hokim o'rinbosari bo'lishini endi deputatlar hal qiladi degani. Albatta, hokim o'rinbosari bo'layotgan nomzod o'zining dasturi bilan deputatlar oldida tanishtiradi va o'sha dasturni himoya qiladi. Eng muhim yangiliklardan biri pastdagi muammolarni pastdan yuqoriga qarab chiqish tizimi yaratilganligi. Bu degani nima degani? Tasavvur qiling, mahallada qandaydir muammo bor edi. Mahalla yettiligi bilan shu muammoni shu mahallada yechish imkoniyati yo'qmi? Albatta, u muammo deputat orqali tuman sessiyasiga olib chiqiladi. Tuman sessiyasida yechilmagan taqdirda muammo viloyatga chiqadi. Viloyat kengash sessiyasiga chiqadi. Viloyatda ham yechish imkoniyati darajasi bo'lmaganda bu muammo senatga chiqadi. Mana shunday tizim yaratildi. Bu degani albatta bu tizim O'zbekiston 2030 strategiyasining g'oyaviy negizidir. Ya'ni nima demoqchiman? Muammo yechilmagunga qadar oxirgi nuqtagacha boradi degani. Avvallari hammamiz bilamiz, ayrim hollarda ko'pchiligimiz o'zimiz saylagan deputatimizni tanimas edik yoki saylovdan keyin umuman uni topa olmas edik. Muammoingiz bo'lsa, bir dardingizni aytay desangiz, uni topishda imkoni yo'q edi. Eng muhim yangiliklardan biri E-kengash elektron platformasini ishga tushganidir. Ko'pchilik aytishi mumkin, hozir o'ylab turishinglar mumkin. Yana bitta sayt yaratilgan ekan dedi. Yo'q, bu noto'g'ri. Bu sayt emas, bu platforma. Endi siz deputatingizga uyingizda o'tirib telefoningiz orqali murojaat yo'llashingiz mumkin. Uni qabuliga yozilishingiz mumkin. Hattoki ushbu E-kengash platformasi orqali sessiyada qabul qilinayotgan qarorlarni ko'rishingiz mumkin, o'qishingiz mumkin. Hozirgi kunda bo'layotgan mahalliy kengash sessiyalarini siz onlayn translyatsiya qilinishini to'g'ridan-to'g'ri efirni ko'rib turishingiz mumkin. Avvallari sessiyalarda qabul qilingan qarorlarni nima qaror qabul qilinganini hech kim bilmas edi. Bugungi kunda bu shu platforma, kengash platformasi yaratilganligi siz bilan bizga qarorlarni o'qib, o'zimizning fikrimizni aytish imkoniyatini berdi. Yuqorida aytganimdek, O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadida belgilab olingan yangi vazifalar, ya'ni mahalliy kengashlar faoliyatini raqamlashtirishni to'liq 100% ga yetkazish vazifalari belgilangan. Lekin ushbu vazifa hozirdan amaliyotga tatbiq etilmoqda. Mana misol uchun shu E-kengash elektron platformasi haqida. Bu E-kengash elektron platformasining yaratilishi bu butun tizimni mamlakatimizda mavjud 221 ta kengash desak, 12 ta viloyat kengashlari, Toshkent shahar kengashi va 208 ta tuman shahar kengashlarining barcha faoliyati ushbu platformada jamlangan.
Ya'ni bu platforma orqali nimalarni bilishimiz mumkin? Siz uyingizda o'tirgan holatda deputatingizga onlayn ravishda murojaat yozishingiz mumkin. Deputatingizni platforma orqali topasiz. Murojaat yuborish yoki qabuliga yozilish tugmasini ezish orqali siz deputatingiz bilan bemalol muloqotga kirishishingiz mumkin. Avvalgidek deputatim qayerda, uni tanimayman degan ovoragarchilik yoki vajlarga hech qanday o'rin qolmagan. E-kengash platformasining yana bir imkoniyatlaridan biri, deputatlar ilgarigidek deputat so'rovini qog'ozga chiqarib olib, uni ma'lum bir tashkilotga olib borib yo pochta orqali yuborish amaliyotiga chek qo'yildi. Bu ham to'liq raqamlashtirildi. Ya'ni deputat o'zining so'rovini ma'lum bir mansabdor shaxsga aynan mana shu E-kengash platformasi orqali yuboriladi va bu ijrosi nazoratga olinishda shaffof oynadek ko'rinib turadi. Bundan tashqari E-kengash elektron platformasi orqali mahalliy kengash sessiyalarini onlayn ravishda translyatsiya bo'ladi. Siz buni bevosita kuzatib o'tirish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari o'sha sessiyada qabul qilingan qarorlarni shu platforma orqali o'qiy olishingiz mumkin. Yana biri, o'tkaziladigan sessiyalarni siz qachon bo'lishini avvaldan bilish imkoniyatiga egasiz. Bu nima berishi mumkin? Siz ushbu sessiya hududingizdagi, tumaningizdagi sessiyalar qachon bo'lishini bilib, ushbu sessiyaga bemalol o'zingiz bevosita tashrif buyurib, faqatgina ovoz berish huquqisiz ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Bu albatta yuqorida aytib o'tilgan islohotlar, ya'ni prezidentimizning farmonlarida mahalliy kengashlarga berilgan vakolatlar. Ya'ni O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining xalqning chinakam ovoziga aylantirish degan maqsadni tub mazmun mohiyatini amalda isbot hisoblanadi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadida yangilangan vazifalarni amalga oshirishda yana bir taklifni ilgari surishni joiz bilaman. Ya'ni bu nima? Bugungi kunda barcha faoliyatimizga sun'iy intellekt chuqur kirib kelyapti. Deputatlarimizni ishini yengillashtirish, vaqtini tejash maqsadida ham aynan mahalliy kengashlar faoliyatiga sun'iy intellekt imkoniyatlarini kengroq tatbiq etishni taklif sifatida aytmoqchiman. Sessiyalar bo'lish jarayonida o'sha sessiyaning stenogrammalarini yozish yoki bo'lmasam deputat so'rovini hozir aytganimdek matnini tayyorlash, aholi bilan uchrashuvlarda aholi muammolarini tasniflash, tizimlashtirish masalalariga sun'iy intellekt imkoniyatlarini jalb qilsak, deputatlarimizni vaqtini va ish samaradorligini oshirishga erishgan bo'lardik. O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadida ko'zlangan vazifalar kengashlar faoliyatini raqamlashtirish, to'liq yuz foizga yetkazish, kengashlar faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan 5 ta yirik qonunchilik hujjatlarini qayta ko'rib chiqish vazifalarini o'ylaymanki 2030-yilgacha to'liq amalga oshirishimizga ishonaman. Yakuniy xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, kuchli kengash kuchli jamiyat demakdir. O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadi ham aynan mana shularni ko'zda tutgan. Ushbu maqsad va vazifalar o'z-o'zidan amalga oshib qolmaydi. Ushbu ishlarni amalga oshirishda sizning va bizning faolligimiz, tashabbusimiz bo'lsagina, shundagina biz farzandlarimiz uchun kuchli davlat, rivojlangan jamiyat va farovon hayotni meros qilib qoldira olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.